Biz sizlarga rahmat etmoqchimiz. Biz sizlarga xullas rahmat etmoqchimiz. Ko'pchilikning auditoriyasi yosh bola emas, hayotda o'rin topgan prinsiplarga ega bo'lgan odamlar. Biz sizlarga rahmat etmoqchimiz. Ko'pchilik auditoriyasida menga o'xshagan aqlli, chiroyli, mehribon qizlar borligidan. Biz sizlarga rahmat etmoqchimiz va Aziz keldi. Reyban original oldim dedi. Original yo'q, nech pulga olding? Sen bilmayman, qimmat o'rtoq deb, prosta nima originalu kamerasi yo'q ekan. ko'pchilik auditoriyasiga rahmat etmoqchiman. Men ketganimda meni shunchalik sog'indinglar. Rahmat! Biz sizlarga rahmat etmoqchimiz. Ko'pchilikning auditoriyasi mevali daraxtga o'xshaydi. Biz qancha mehr bersak, shuncha ko'payasizlar. Shahzod kitob o'qigani bilyapti, kitob. Sizlarga rahmat etmoqchimiz. Akalarim, Alibaba Shopuzdan narx 99 ming so'm. Men suvga o'xshataman. Nimaga? Har doim olov bo'lib turgan paytda suv har doim o'chiradi, bilasizlarmi? Suv kabi pok va halol sizlar. Halol nima? Suv halol. Nimaga desanglar, chunki men o'zi yaqinda o'rtada kirib keldim. Keyin meni juda ham yaxshi va iliq kutib olganingiz uchun rahmat. Sizlar suvga o'xshaysizlar baribir. Shunchaki rahmat etmoqchi emasmiz. 2000 mingta prosmotr bo'lgan bo'lsa, har bitta insonga 3 xonali uy do'stlar. Qarsaklar bilan. Menda ham bor 2 xonali. Mana shuni Azizga berib qo'ya qolaylik. Oling Asil aka, Jahon aka, Asil opa, olinglar. Xullas, biz sizlarni qattiq yaxshi ko'ramiz. Suvga o'xshataman baribir. Achoo!